Узбекистан, встречайте вашего победителя Жансурбек Тайсаншураев! Жансурбек, мне тут нужен твой секундант для того, чтобы он перевел. Спасибо. Почему ты не дрался? Почему ты так дрался осторожно? Мне казалось, что ты мог его победить еще в первом раунде, но почему-то ты очень осторожничал. Слово твоему народу. Assalomu alaykum Qozog'iston, O'zbekiston, Milkzod kelgan hamkorlarga rahmat. Rosa, nima uchun qachon ko'rsataman do'stlar? Afsuski, nafsdan inshaalloh yaratganimda hamma bundan chiroyli xursand qilishga va'da beraman do'stlar. Rahmat, Xudo xotirjam qancha o'zbek Xudo xotirjam Allohga shukr. Haruzaga Toshkentdagi ko'rman rahmat jonon bo'lsin. Meni har doim meni she'rga sabab chiqib qo'ygan harakatga telefonlarga yuzlab bo'ladi. Ya'ni to'g'risi bugun narxini ko'rsatilmadi. Lekin o'zimizga qo'llancha harakat qildim. Nafsimdan inshaalloh yaratib kuchli qo'yaman. Следующий бой ты просил с другим оппонентом, с новым оппонентом. Что видишь дальше для тебя в лиге? O'ylab ko'ramiz. Men hozir nega borib, ota-onamni borib, xursand qilayin bir ota-onam olqishchiqdan bir o'yib qo'yaman bir yuzidan. Bu hozircha o'ylab ko'raman. Ya'ni Nexon mobaylni baxshida qilgan rahmat. Ya'ni Shayxon Registon meni qisqaran Shukur aka mashina bo'lsa kerak. Aka, kelay. Siz sabab yerga ketib qoldim. Qishloqlarda so'raganlarda yuramiz. Bo'lmasa Shukur aka. Bog'ga Shukur aka. Jamiyatda qatnashgan sabab. Birinchi jangda insof bo'lsam ham meni qo'yib yubormay yaralar meni. Tarbiyalab o'zingiz. Rahmat, boylaringizga shukur. Ya'ni ota-onam kuzatib turgandir meni hozir ota-onamni borib, onamni ham yuzdan bir o'pib qo'yaman. Dilim yaxshi ko'raman. Chunki ota-onam nasib bo'lsa yana inshaalloh shu kunga